Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana rotatsiya so'zlar uchun mo'ljallangan stanogimiz tayyor bo'ldi. Xo'sh, 6 ta nasadkali stanogimiz narxi 19,5 million so'm. Razmerlarni hammasini qilganmiz. Hozir mashina ichida qanaqa ko'rinyapti bilmayman, lekin to'kilgan detallaridan obrazlarni ko'rsatamiz hozir. Bu yerda stollardan Amarant modeli, Deco modeli, Rim, Isabella, Deco Comfort. Bu yerda yana bitta Isabella bor ekan. Bittadan o'zimiz qolib tayyorlaganmiz, bittadan u yigitlar ham kelgandan keyin bukishni ishlarni ko'rib tayyorlashdi. Shuni hisobiga Chanel stuli misol uchun shunga o'xshab masalan tayyorlab chiqarganmiz hammasini. Milanoga ham karkas tayyorlaganmiz, lekin uni Milano kerak emas bizga dedi. Amarant karkasimiz. To'quv ishlari boshqa joyda bo'layotganligi uchun to'quv jarayonlarini video suratga qo'sha olmayapmiz. Xohlasa mana zakaz bersalang, zakazga qarab tayyorlab berilaveradi. Chanel to'qilayotgan holati. Zakaz asosida hozirgi endi boshlagan yangi stanogimiz bor. Yana bu stanogimiz ham yig'ilish jarayonida ketyapti, xudo xolasa. Eng oxirgi modeldagi stanogimiz ikkalasi bitta butun stanok ikkiga bo'lingan varianti. Nasabkalar soni, xo'sh, bunisida 4 ta bo'ladigan bo'lsa, bunda 8 ta, 12 ta joyda nasabkasi bor. Narxi 29 million so'm. Ofisning silva stuli, maktab stul kartalari, detskiy stullarda, bundan tashqari to'qima stullar hamma modelini va oddiy stullardan ham barcha modelini chiqarishga mo'ljallangan full variantdagi stanogimiz. Xudo xolasa buni ham tayyorlab video obzorlarini qo'yishga harakat qilamiz. Machitda chiqayotgan to'qima stullarni hammasi chiqadigan qilamiz. Buni ham chizmalari, hozir nasabkalarini yarim holatda tayyorlab, joylarini teshib tayyorlab qo'yganmiz. Bugun yuklash bo'lib qoldi. Stanogimizni yukladik. Mana xudo xolasa Surxondaryo viloyati Denon shahriga ketadi, xudo xolasa. Manzillarda eslatib o'tadigan bo'lsak, Farg'ona viloyati Bo'yoda tumani Kamal qishlog'i mo'ljal Arentrimiz uchinchi maktab ichida bemalol qo'ng'iroq qilib bizlar bog'lanasang va o'zingizga kerak ma'lumotlarni so'rashing mumkin. 2,5 profil nasabkamiz. Bu yerda bitta 20 lik turba nasabkasi bo'ladi. Bu burchakda 2 profil nasabka, Isabella Rim stullarini chiqarish uchun mo'ljallangan nasabka. Xo'sh, 20 lik turba, silva stulini yakkalik nasabkasi va silva stulini juplik nasabkalari. Xo'sh, odatdagi 41-46 nasabkalarimiz va u yonida 30 lik nasabkasi, 4 ga 2 profil nasabkasi. Xo'sh, bu yerda 15 lik turba nasabka, narigi tomonda 1,5 ga 1,5 profil nasabkalari. Xudo xolasa videolarda davomiy qo'yishga harakat qilamiz. Kam-ketigina telefon orqali ham gaplashsak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat sizlarga. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana rotatsiya so'zlar uchun mo'ljallangan stanok